Seni sığındım güzelim gel gel kaşımga Cananım kıynaldı bu can yeterdimge Seni sığındım güzelim gel gel kaşımga Cananım kıynaldı bu can yeterdimge Vallahi bugün ben Gollandiya'dan kelgen bir haltamni tapşırıp aldım. Instagram'daki dostlar bolsa belki bilirse Atlas dep bir nimba bir Instagram'da aşınongda mesela Atlas tikela şu Avrupa'ga mesela bak. Wow, bana qaranglar. Bakali. Wow, maprendiklerim deydi. Wow. Hem de yaşaymanken de hakiki Uygur bulup wow, mandan kat pranik mana nan degan mana wow. Bu bakalini ishkini aldım mana birini olganda qo'rqatdim go birini ortiq sepmagandim manga endi yaxshi esla wow. TV hem de etken çay içme, hem de vlogumda etken çay görsün. Etken çay bilen nan içip otağım, nan yapıp otağım. Mananı bir kör bakaydı. İçin bilen mağlup halkta jitipli açay. Wow, kırağıma tokaşlanan çıraylıqlığını. Bir çişepe bakaya. Ne bir şey okşaptım. Nallama. Rahmat Atlas kibarlıq. Xadimlarım mağılmışın sağallarım. Əcrinlarına köp rahmat. Bek oxşapdı ondan. Tatlı yeməkliklərini təqdim edin. Kin tetib. Onun üçün bir baha vermə onunla. Rahmat iş qılıbmış nəslərin sağınlarına. Əcrinlar. İki qitim saldı ya. Birinci qitim sağançadan Şösiyaga kelib. Onun için ben onu tapşırıp alamay, kaytıp gidip o Gollandiya'ya. Keyin onun için kaytıdan yan bir qitim sepberdi ya. Şuna bek avar kıldım sizlerni. Köpten köp rahmat. Etken çay qısam qat'i oxşamaptı mən etken çayım. Mən etken çay içmegenge rast gapni qısam bir yıl olay depdi ha. Etken çay qilishni unutib qapti mən. Nim bo'ldi mən tunugini yoqib, sütlarni akirib, qaymaqlarni qilib, sütlarni pishirib, maxsus texnish etken çay içmən deb. Qığınım. Çayını bekçik sevdiktim ben. Qarıb qaldı üçün və qarıb getibdi. Sütünü qançılıq kuysam mı? İçilmedi mi etken çay. Bırak tembek peyz oldu. Meylemez mi tem peyz bosla? Vətənini əsləb, peyzi naxşı anlab. Wow. Resmi vatandakiler çaydan Allah'ını silip be.
Nahvatanın tabimandan etken çay kaymak mabbal prənigim bekşi peyz oxşaydıkən. Stockholm'daki kuzda ne kadar chiroyli bo'lib ketadiganini sizlarga bir ko'rsatib qo'yay. 4 faslning ichida men kuz faslini hammadan yaxshi ko'raman. Stockholmning kuz fasli ajoyib chiroyli bo'lib ketadi. Buni til bilan sizlarga tasvirlab bermayman qanchalik chiroyli bo'lib ketadiganini. Stockholm o'zi shunday o'rmon bilan birlashib ketgan bo'lg'achqa daraxtlar bek jiq, o'rmonliklar bek jiq, shunga kuz faslida bek chiroyli bo'lib ketadi Stockholm. Ko'gin olarek. Afsus bir yil kuz yomg'irliq, undan keyin shunday havosi tutuq, shunday kuz bo'ldi. Kun echilmadi rost gapni qilsam. Öyle bağ mı bula yok mu? Alo. Beni kucaklayıp koyalım. Rahmat. Hamda avval yaxshi mı? Rahmat. Yuh, kimde açmışlar bu? Aylan, güzel. Aylan güzelim. Hey! Aylan. Nerede? Nerede o kızlar nerede? Nerede o kızlar nerede? O güzellikler.
Kuymak yemeğinin karşı uzak olup gittim ama. Onun öyle ayaklarını ıslattı. Kada hayat okulun bazıları koykusu bir hayat okulu. Top doğrusu okudu bu. Rahmetler Allah'a pek hoş oldum. Müşluk öz yiğitlerlikte aslında bir tane aksılar bırak. Tuğlakınızga mübarek. Tuğlakınızga mübarek. Tuğlakınızga mübarek. Tuğlakınızga mübarek. Rahmet. Make a wish. Okay. Ve bunu işte annemle getirdi. Dehşet bir ev tuttu. Allah Zeytun Khan, Zeytun Khan, yarım Zeytun Khan. Anlaydı sen tutum yok, anlaydı sen ülgüley meylim var, o meylim var. Örgedeceğim, çögedeceğim Zeytun Khan. Gülüşün ülgüley aldın yalan, aldın yalan. Aşk oyna, kızım oyna, yürekli.
kalmazsan Andijanımı Taşkanda Kelgin gülüm erkelegin var olayım Sözlerinden şifa tapıp sağ olayım Kelgin gülüm erkelegin var olayım Uçlap uzun uzun küpreğinde Parmaktaman salin kıl küpreğinde Cahançlap uzun uzun küpreğinde Parmaktaman salin kıl küpreğinde Çözmezler cabrı cefa Akıma dağlardan yırakka Daş urur dolqun bulur Yanıma göz yetmez samada Yegane yulduz bulur Armanım sen, armanım sen, armanım sen, sen benim. Armanım sen, armanım sen, armanım sen, sen benim. Ben hazır çeçimni yastıp kırdım. Rastgele kısam ko'nglimdagidek yasımdı çeçimni. Zodi bir esimde yo'qchimi, biroq aytdim bir ko'nglim va çeçimnaja payz yasvatdi deb. Unda bir satrashchi uchirtib baxmadim men shu siyar rastgele kısam. Aşı mashinasi bilan mashindaq og'ini boshlagan. Birdamdila bir 5 minutdan ichida yasab bo'ldim ekan çeçimni. Üstüne sadece qaroq ağızsan bo'pti ekan. Nimali bo'lmasin, men tunugim bek kech qaytib keldim uyga. Uyga kelgacha 11lar bo'lib ketibdi. Men kelib uxlab qoldim. Ammo tug'ilgan kunimni bek payz o'tkazdim tunugim. Tunugim mening tug'ilgan kunim emas, mening tug'ilgan kunim qani 3 hafta burunda ikki singlim o'quvchi bilan aldirash bo'lg'achqa, undan keyin akam adamlar ishlagashga, men ishlab pek aldirashib ketdim. Shunga tug'ilgan kunimni vaqtida o'tkazolmagan, shu tunugin yig'ilib o'zimiz uyda kichik bir qutladik tug'ilgan kunimni. Odatda tug'ilgan kunimni o'tkazib ketmayman, gapni qilsam, tug'ilgan kunim bo'lgan kunimni o'zimning tug'ilgan kunimni bilmabdiman, boshqalar shu tabriklab xatlarni yozibdi, bugun mening tug'ilgan kunim ekanda deb unga esim keldi. Men tug'ilgan kunim uchun o'zimga bir kichik bir sovg'a sotib olgandim. Tunugin o sovg'atim ketdi. Atigan biroq ularni ichib, biroq videolarga tortib. Men mishada shu vlogim orqali Gulzarga bir rahmatimni aytib olgan bo'lsam, men shu Gulzarninki shu Keriya degan maybo'yoq rasmini saqlab oldim. Rahmat sizga shu maybo'yoqingizni menga saqlashga berganingizga. Balkim Gulzarni jiqmalar tanishinglar mumkin. Qozog'istonning Olmatoy shahrida yashaydigan bir Uyg'ur rassom qiz. Bu qizninki Weibo'si bor, undan keyin Instagram'si bor. Gulzar o'zi Muşu bir neçə yıl oldu. Ağ bilan qarang nishiltibli rasm chizaydi. Bunun ma'nosi bek cho'nqur. Men bu qiz bilan jiq paranglashdim bu to'g'riliq. Shunlashqa mush qizning mushu Keriya degan asarni saqlashdim. Mushu ma'nosi cho'nqur bo'lgan shunday bir asarni saqlash men uchun bir ahamiyatga ega deb qarayman.
Rahmat sizga, mush asringizni men saqlashib berganingizga. Sizningki bundan keyingi ishlaringizni texmi utuq tilayman. Texmi yaxshi asarlarni barliq keltirishingizga tilakdoshman. Bu qitimliq vlogimni bek uzrab ketdi, rastgapni qilsam. Odatda men vlogimni 15 minutdan 20 minutdan oralig'ichida bo'lsa bo'ldi deb ashuni o'zi yetarli deb o'yladim, ammo bir necha kunlik videolarni biroq qitib vlog qilishga 20 minutdan eshib ketadigan bo'ldi. 20 minutdan eshib ketsa odamning bek uzrab ketsa vlogim odamning ichi pishib ketadi, ko'rib bo'g'icha. Bu da aqı videolarımni qisqa qilib 15 minutdan 20 minutdan ichiga chiqilib ishlasam, chunki yuz bergan ishlar bekchi qo'g'ashqa uni qisqartib etsam bekkili qijiq xiyollarga ulanmay qoldi ekan-ku bir-birisi bilan. Yaqinda Abdurim O'tkir she'rlari deb kitobni o'qiyotdim. Unda olsa bugungi vlogimni Abdurim O'tkirning bir she'ri bilan oxirlashtiray. Hakikaten bek esil she'rlari bor ekan. Men Abdurim O'tkirningki jiq she'rlarni o'qimagan, odatda bek tanliq bo'lgan degan she'rni hammamiz bilamiz. Şunu o'qibdim menki, ammo maktabda hakikaten bek jiq she'rlari bor ekan. Bir qur o'qib chiqdim. Bek yaxshi ko'rgan bir necha she'rlarim bor. Abdurim O'tkirningki, shuning ichidan birini o'qib bugun vlogimni oxirlashtiray. Kelarki vlogimda ko'rishgacha hammanglar omon bo'linglar. O'zinglarni ko'p asranglar. Umidvor bo'linglar. Kundalik qilayotgan turmushdagi ishlardan huzur elinglar. Hayotga aktiv pozitsiya bilan qaranglar. Hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi, cho'qim. Har bir kuninglarni ma'nili, xo'shal o'tkazinglar. Unda bo'lsa, kelar qitimliq vlogimda ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Yang'usi tong mash'ili Abdurim O'tkir. Qildi afsun bu qara tun yarni ko'p uxlatqili. Yo'qmi tong to'xolari chillab uni uyg'otqili. Tong kabi parlaq yuziga ochdi mushtaqliq nitay. Bu bulutni qaytidan yo'qmi bo'ron tarqatqili. Sumbuli rayhon puraq shuncha tashna bu dimoq. Bir sabo essa ne bo'lg'ay zulpini o'ynatqili. Bir kunimcha bo'lmadi luqmon hekimning sarvisi. Amdi qancha savr qoldi intizorliq tortqili. Va dariha uzdimu yar yoki mendan mehrini. Yo'qmi bir so'ygu duosi mehrini qo'zg'atqili. Bo'lma miskin noumid, tunmi tugaydi bir kuni. Yang'usi tong mash'ili zulmatga o'tlar yoqqili. 1970 yili 12 iyul Urumchida yozilgan.